Assalomu alaykum hammaga. Xo'p, demak bugun sizlar bilan present perfect hamda present perfect continuous zamonlarini ishlatilish holatlari va ularning farqlarini ko'rib chiqamiz. Xo'p, dastlab present perfectdan boshlaymiz. Xo'p, present perfectda grammatik jihatdan to'g'ri gapirish uchun albatta uni formulasini ko'rib chiqishimiz kerak, ya'ni tuzib chiqishimiz kerak. Xo'p, dastlab demak subject, ya'ni gap egasi, undan keyin demak yordamchi fe'l have bilan has, ya'ni present perfectda yordamchi fe'l bu have bilan has bo'ladi. Va undan keyin asosiy fe'limiz agar u noto'g'ri fe'l bo'lsa 3-shaklda, agar fe'limiz to'g'ri fe'l bo'lsa unga ed qo'shimchasi qo'shiladi. Demak present perfectda pozitiv shakli xuddi shunday yasaladi. Masalan, mana I have worked, ya'ni men ishladim. She has finished, ya'ni u tugatdi. Demak bu yerda work bilan finish to'g'ri fe'l bo'lgani uchun demak unga demak ed qo'shimchasi qo'shiladi. Xo'p, endi buni negativ shakli, inkor shaklini yasash uchun demak yana subject, undan keyin ega, ya'ni yordamchi fe'l have bilan has keladi va bularga biz inkor qilish uchun demak not qo'shimchasini qo'shamiz. Va yana asosiy fe'limiz demak yana asosiy fe'l keladi 3-shaklda yoki ed qo'shilgan shaklda. Masalan, I have not worked, ya'ni men ishlamadim. She has not finished, u tugatmadi. Xo'p, endi savol shaklida yordamchi fe'llar, ya'ni have bilan has demak gapni egasidan oldinga o'tib qoladi va undan keyin yana asosiy fe'limiz demak 3-shaklda yoki ed qo'shilgan shaklda bo'ladi. Demak present perfect savol shakli xuddi shunday yasaladi. Masalan, mana misol bilan ko'radigan bo'lsak, have you worked, ya'ni sen ishladingmi? Has she finished, ya'ni u tugatdimi? Xo'p, present perfect ham bir necha holatlarni ifodalash uchun ishlatiladi. Ulardan birinchisi demak finished actions with a result now deyapti. Ya'ni tugallangan ish harakatni hozirda natijasi ko'rinib tursa. Masalan, agar siz biror narsani qilib bo'lgan bo'lsangiz va hozir uni natijasi bor bo'lsa, natijani ko'rsatish uchun gapiradigan bo'lsangiz, albatta uni siz present perfectda gapirasiz. Masalan, hop, I have cleaned the room, ya'ni men xonani tozalab bo'ldim. Ya'ni misol uchun ish harakat qachondir oldin bo'lgan, lekin natijasi hozir xona toza, it is clean now deyapti. Ya'ni natijasi hozir xona tozaligi. Ikkinchisida she has broken her phone, ya'ni u telefonni sindirib qo'ydi. Ya'ni misol uchun ma'lum bir vaqt oldin sindirdi, natijasi hozir unda singan telefon bor. Xo'p, endi present perfectda ikkinchi ishlatilish holati bu demak life experience deyapti. Time no mention. Qarang, agar siz hayotingiz davomida nimanidir qilgan bo'lsangiz yoki nimanidir qilmagan bo'lsangiz yoki kimdandir nimanidir qilganligini so'rash uchun ular hayot davomida orttirgan tajribalarni aytadigan bo'lsa, bu ham present perfectda bo'ladi. Masalan, I have been to Turkey, ya'ni men Turkiyada bo'lganman. Ya'ni qarang, bunda men Turkiyada bo'lganman, lekin qachon bo'lganligi muhim emas. Ya'ni bunda bu holatda demak ish harakatni qachon bo'lgan, ya'ni vaqti muhim emas, aytilmaydi. Keyingisida have you ever tried sushi? Siz qachondir sushi yeb ko'rganmisiz? Bunda ham o'sha kimdandir demak hayot davomida qilib turgan ish harakati so'ralyapti. Xo'p, endi 3-holati demak actions that started in the past and continue now deyapti. Demak bunda state verblar bilan ishlatamiz. Ya'ni qarang, agar ish harakat o'tgan zamonda boshlanib, hozirgacha davom etayotgan bo'lsa, hali tugamagan bo'lsa, buni ham biz present perfectda ishlatamiz. Bu holatni ifodalash uchun albatta bizga vaqtni ifodalaydigan for hamda since so'zlari kerak bo'ladi, ya'ni dan beri. Asosan bu holatda biz stative verblar bilan ishlatamiz, ya'ni holat fe'llari. Masalan, I have known him for years. Men uni yillardan beri taniyman. She has lived here since 2018. Ya'ni u 2018-yildan beri bu yerda yashaydi. Ya'ni bunda ish harakat o'tgan zamonda boshlangan, hali ham hozirgacha bo'lib kelyapti, lekin hali tugamadi. Buni ifodalash uchun albatta biz perfectda va for since'lar bilan ishlatishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, endi present perfectda o'zining vaqt so'zlari bor. Bular ever, qachondir, never, hech qachon, just, endigina, already, allaqachon, yet, hali ham, for since, ya'ni dan beri. For asosan agar vaqt hisoblanadigan bo'lsa, for beramiz. Agar misol uchun since bo'ladigan bo'lsa, ish harakatni boshlangan vaqti yoki payti aniq bo'ladigan bo'lsa. Xo'p, endi bulardan biz yetga e'tibor beramiz. Yet asosan so'roq va inkor gaplarda ishlatiladi va u faqat gapni oxirida keladi. Masalan, I have not, misol uchun, done my homework yet.
Men hali ham uy vazifamni qilib bo'lmadim. Demak, bu yerda mana e'tibor bering, yet asosan gapning oxirida keladi va bu faqat demak negativ hamda question gaplarda keladi. Bu pozitiv gapda kelmaydi. Xo'p, endi keyingi zamonimiz present perfect continuous. Xo'p, present perfect continuous ham bu zamonda ham to'g'ri gap tuzuvchi, albatta uni formulasini tuzib chiqamiz. Dastlab subject, demak subjectdan albatta yordamchi fe'llar have bilan has keladi va bundan keyin albatta yordamchi fe'ldan keyin bunda demak to be, ya'ni being keladi va beingdan keyin biz asosan fe'lni demak birinchi shakliga demak ing qo'shimchasi qo'shiladi. Xo'p, masalan, I have been working, ya'ni men ishlab kelyapman. She has been studying, ya'ni u o'qiyapti. Xuddi shu holatda demak yasaladi. Endi inkor shaklida bo'ladigan bo'lsa, demak subject, undan keyin ya'ni yordamchi fe'llar have bilan has va bularga inkor qilishi ya'ni demak not qo'shimcha qo'shiladi va notdan keyin demak to be keladi va to be dan keyin asosiy fe'liga demak yana ing qo'shimchasi qo'shiladi. Masalan, I have not been working, ya'ni men ishlamayapman. Xuddi shu shaklda yasaladi. Xo'p, endi savol shaklida bo'ladigan bo'lsa, yordamchi fe'l have bilan has egadan, ya'ni subjectdan oldiga o'tib qoladi va undan keyin xo'p yordamchi fe'l to be keladi. To be dan keyin demak asosiy fe'lga yana biz ing qo'shimchani qo'shishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, demak savol shakli xuddi shu shaklda yasaladi. Masalan, have you been working, ya'ni sen ishlayapsanmi? Xuddi shu shaklda yasaladi. Xo'p, present perfect continuous ham bir necha holatlarni ifodalash uchun ishlatiladi. Ulardan birinchisi actions that started in the past and continue now deyapti. Xuddi mana present perfectda o'tganim, ya'ni tushuntirganimdek, ya'ni ish harakat o'tgan zamonda boshlanadi. Hozirgacha davom etayotgan bo'ladi, lekin hali tugamagan bo'lishi kerak. Endi misol uchun present perfectda misol uchun biz ing qo'shilmaydigan fe'llarda present perfectda bersak, endi ing qo'shsa bo'ladigan fe'llarda present perfect continuous deb beramiz. Ish harakat davom etayotgan ma'no berish uchun. Masalan, I have been teaching for 10 years. Ya'ni men 10 yildan beri dars beryapman. Ya'ni ish harakat 10 yil oldin misol uchun o'tgan zamonda boshlangan, hali ham hozirgacha davom etyapti, lekin hali tugamadi. Ikkinchisida she has been studying since morning deyapti. U ertalabdan beri o'qiyapti. Ya'ni ertalab boshlagan, hali ham davom etyapti, lekin hali tugamadi. Xo'p, endi ikkinchi holati I recently finished actions with a visible results deyapti. Ya'ni masalan ish harakat hozirgina tugagan bo'lsa va uni natijasi ko'rinib turgan bo'lsa, demak bu present perfect continuousda bo'ladi. Masalan, I'm tired, men charchadim because I have been working all day deyapti. Ya'ni men kun bo'yi ishlagandim deyapti. Demak kun bo'yi ishlagan va hozir charchagan. Xo'p, ikkinchisida the ground is wet, ya'ni yerlar nam. It has been raining, ya'ni yomg'ir yog'yapti. Ya'ni yomg'ir yog'di degan mazmunda kelyapti. Ya'ni yomg'ir ma'lum bir vaqt oldin to'xtadi, uni natijasi hozir yerlar ho'lligan. Xo'p, keyingisi focus on duration or activity not result deyapti. Ya'ni qarang, present perfect continuous asosan ish harakatni davom etayotgan vaqtiga yoki ish harakatni o'ziga urg'u beradi, ya'ni natijasiga emas. Natijaga urg'u beriladigan bo'lsa, bu present perfect bo'ladi. Endi ish harakatni vaqtiga yoki ish harakatni o'ziga urg'u beriladigan bo'lsa, demak bu present perfect continuous deb ifodalanadi. Masalan, he has been reading all evening deyapti. U o'sha oqshom bo'yi o'qiyapti. Ya'ni bunda ham o'qiyotganiga urg'u berilyapti, ham oqshom bo'yi o'qiyotgani. Lekin bunda biz tushuna olmaymiz qancha o'qiganligi, ya'ni natijasi muhim emas, ish harakat bo'layotganligi muhim. Tushunaligi? Xo'p, endi present perfect ham o'zining vaqt so'zlari bor. Present perfect continuous ham o'zining vaqt so'zlari bor. Bular for, since, all day, recently yoki lately. Demak, lately ham xuddi shu recently ma'nosini beradi. Xo'p, endi bularda xo'p, ikkalasini farqini gap ko'rinishida ko'rib chiqamiz. Qarang. I have written 5 emails. Ya'ni men 5 ta email yozib bo'ldim. Ya'ni bu present perfect. Qarang, men 5 ta email yozib bo'ldim. Bunda ish harakatning natijasi aniq, 5 ta email yozganim. Lekin qancha oldin yozganim yoki misol uchun qancha vaqt sarflaganim bundan tushunib bo'lmaydi, ya'ni bilib bo'lmaydi. Lekin bunda ish harakatning natijasini bilsa bo'ladi, 5 ta email yozilgan. Ikkinchisida I have been writing emails all morning deyapti. Ya'ni men o'sha tong bo'yi email yozyapman. Bunda qarang, ish harakatning natijasiga emas, ish harakatni bo'layotgan
activity ga fokus qaratilyapti, ya'ni e'tibor qaratilyapti, ya'ni email yozilayotganligi, ya'ni ish harakat bo'layotganligiga e'tibor berilyapti. Keyingisida she has painted the wall. U devorni bo'yab bo'ldi. Ya'ni ish harakat ma'lum bir vaqt oldin tugadi. Natijasi, ya'ni job finished deyilyapti, ya'ni ish harakat hozir tugadi. Uni natijasi ham mavjud. Keyingisida she has been painting the wall bo'lsa, u devorni bo'yayapti. Ya'ni buni qarang, ish harakat tugamagan bo'lishi mumkin, lekin ish harakat bo'layotganligiga urg'u berilyapti. Xo'p, keyingisida we have lived here for years. Ya'ni biz bu yerda yillardan beri yashaymiz. Ya'ni shu paytgacha, ma'lum bir vaqtgacha yashadik degan mazmun kelyapti. Keyingisida we have been living here for years desa, demak biz bu yerda yillardan beri yashab kelyapmiz. Endi buni qarang, ikkalasi ham grammar jihatdan to'g'ri, ma'no jihatdan to'g'ri, lekin present perfect continuous bu asosan ko'proq vaqtinchalik ma'no beryapti. Ya'ni vaqtincha bo'lib kelayotgan ma'no beryapti. Demak, bugungi video darsimiz asosan shu present perfect hamda present perfect continuous haqida bo'ldi. Hammaga rahmat.